Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, do'stlar, Meros milliy markazida qator suhbatlar olib boryapmiz. Bu suhbatlarimizning asosiy mavzusi mana 2025-yil, bundan ro'parasi 30 yil oldin Abduvali qori aka o'zining sherigi bilan Karimov diktatura rejimi tarafidan o'g'irlab ketilgan. Va shundan beri darak yo'q. Biz bu yerda har tomonlama muhokama qilyapmiz suhbatlarimizda. Inson huquqlari tarafidan birinchidan, ya'ni bir kishini o'g'irlab ketib, hech qanaqa xabar bermaslik, yo'q qilib yuborish va hech kimga hech qanday jihatdan to'g'ri kelmaydi. Insoniy jihatdan ham, islomiy jihatdan ham, hatto bugun rivojlangan, taraqqiy qilgan davlatlarda bir kishini yo'q qilib yuborish essiz. Ayniqsa hech qanaqa u paytlar 1995-yil O'zbekistonda tinchlik deb tinchlik edi, hech qanaqa urush yo'q edi. Urush paytida mayli yo'qolib ketsa, endi bu urushda yo'qolib ketdi deyish mumkin, lekin hech qanaqa urush yo'q edi u payt. Abduvali qori aka, u kishining sherigi, undan oldin Abdulloh O'tayev domla 1992-yilda, undan keyin ham boshqalar. Xullas, bizning mana shu Meros milliy markazimizda 25 kishiga yaqin yo'q qilinib yuborilgan, ya'ni ishsiz yo'q qilib yuborilgan, hech qanaqa xabar berilmagan. Shular haqida ma'lumotlar bor. Mana shu birodarlarimiz bir maslahatlashib shuni kun tartibiga keltiraylik. Bu hech bir jihatdan to'g'ri kelmaydi, siyosiy, diniy, inson huquqlari. Buni hozirgi hukumatdan hech bo'lmasa talab qilaylik. Nimaga deganda, hozirgi rahbar Shavkat Mirziyoyev u paytda bu ishlarning boshida bo'lgan emas, ya'ni Karimov edi u paytning boshida. Shuning uchun biz Mirziyoyevga aytyapmizki, biz sizni mas'ul tutmaymiz. Siz u payt bir Toshkent shaharda bir tumanning hokimi edingiz. Mirzo Ulug'bek tumanining, adashmasak. Siz mas'ul bo'lmasligingiz mumkin u jinoyatda yoki qanday qilib o'g'irlab ketib nima qilinganiga. Lekin hozir rahbarsiz. Hozir hech bo'lmasa o'zingiz qilmagan bo'lsa ham shuni ayting. Nima qilingan, qachon? Chunki ma'lumotlar bor-da, hammasi turibdi ma'lumotlar. Mana shu mavzu haqida suhbatlashib kelyapmiz. Bugungi suhbatdoshim hammalaringiz yaxshi taniysizlar, Muhammad Solih Obidovli Saqfiy. Assalomu alaykum Muhammad Solih. Alaykum salom va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad Solih, shu savoldan boshlaylik-da, bu mavzu qanday kun tartibiga keldi? Mana Meros milliy markazi deb, meros deganda ham ilmiy, ma'naviy merosi ustoz Abduvali qori akaning hayotidagi amallari, ishlari, shular umumiy ma'noda qanday katta meros qoldi va bu meros hozir qanday o'rganilyapti. Lekin oldin siz shuni aytsangiz, siz ishning boshida turganlardan birisiz, qanday kun tartibiga keldi? Nima uchun bunday bir reja qildilaringiz? Bundan maqsad nima? Marhamat. Xo'p, bismillah, assalatu vassalamu ala rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Bizni eshitayotgan ahli islom, mo'min musulmonlarga Allohning salomi, rahmati, barakoti bo'lsin. Xo'p, aka, bu masalani kun tartibiga kelishi birdaniga dabdurustdan tasodifan bo'lib qoldi desak xato bo'ladi. Chunki bu masala bizni kun tartibimizda butun umr turgan masala. Ya'ni shu ma'nodaki, men o'zi O'zbekistonda bir muddat imomlik qilganman masjidda, o'zimizning masjidimizda, va men mana shu kishining o'sha paytda darslarini, xossatan dushanba darslarini, endi Qur'ondan qilingan tafsirlar bor edi, har jumada minbarda turib tafsir qilinar edi. Ammo alohida bitta mavzuni keng yoritadigan dushanba darslar bo'ladi. Dushanba darslarini o'sha paytdagi mashhur bo'lib ketgan darslar, endi u zamonlar bunday kaseta bo'lar edi, magnitofonning ichiga bunday kasetani tiqib qo'yib eshitadigan zamon edi. Shunaqa kasetalarda shu darslarni eshitar edikda, men o'zim jumada o'zimning masjidimda ma'ruza qilganimda o'sha darslarni ayni faqat
oyat hadislarini arabchasini aytsak, u yog'ini sharhini o'zim qilib, kitobdan o'qitmas. Ya'ni u paytda u kitob ham yo'q. Ya'ni o'sha dars, o'sha yo'nalishda ma'ruza qilar edim demoqchiman. Dushanba darslari men uchun o'sha zamonda endi 25 ga kirgan, 23 ga kirgan yosh, qoni qaynoq va juda o'sha haqni bilishga chanqoq bo'lgan bir o'smir uchun xuddi tashna odamni suv ichgani kabi bo'ldi. Bu kishini darslaridan biz haqiqiy islom bilan biz yashayotgan bid'at xurofotni farqini tushundik. Chunki bizda bid'at xurofotlar juda asrlardan beri kelayotgan. Mozorparastlik, küfsüfler, bid'atlar, o'lim bilan bog'liq bo'lgan, to'ylar bilan bog'liq bo'lgan, Allohni tavhid sohibi, yakka iloh ekanligi unutilgan bizni diyorlarda. Faqat Allohga ibodat qilish, faqat Allohdan yordam so'rash unutilgan. Shunaqa bir zamonda yashaganmiz-da biz. Tug'ilganmiz, yashaganmiz, mozorlarga sig'inganmiz. Tovuq so'yish, u qilish, qo'y so'yish, mozordan yordam so'rash. Keyin bu kishini da'vatlarini eshitib, o'sha hidoyatni topib, haqni bilib, o'sha narsa bizni tashna qalblarga bir suv, ya'ni bizni qondirdi. Tavhid bulog'i bilan qondirdi bu shaxs. Alloh rozi bo'lsin. O'sha darslarni men qavmimga ham yetkazib, keyin bizda ham mana shu muammolar o'sha bo'lgan, bizga ham qarshi chiqilgan, o'sha bid'at xurofot ahli, vahobiy boshqa degan gaplar, keyin xullas masjidlar yopildi. Bu kishini qamalganidan keyin, bu kishi qorakani yo'qolganidan keyin bizani masjidlar yopildi va o'zlarimiz ham qamaldik. Oxiri xullas umrimiz shu yo'nalishda mana necha yil, 10 yildan ko'proq men qamalgan bo'lsam, endi bu zamonlar turmada ko'p odamlar keyin qamaldi. Bizdan keyin ham 16 fevral portlashlari bo'ldi, har xil toifalar, turmalar. Endi bu narsalarni tarixi alohida. Xullas kalom, chiqqanimizdan keyin ham tinchlik bo'lmadi. Xullas taqdir nasib ekan, mana bu yoqqa kelib qoldik. Hijrat diyorida ham hozir yashayotganimga 15 yildan oshdi. Ya'ni mening umrim bilan bog'liq bu. Butun o'tgan hayotim bilan bog'liq bu darslar, bu ma'ruzalar, bu kishining shaxsi. Shuning uchun men mana necha yil oldin bu kishini ma'ruzalarini to'plab, u kishiga doir barcha ma'lumotlarni to'plab alohida sayt qilganman. U kishiga atab bir necha o'nlab she'rlar yozganman va mana saytlarda turibdi u kishining sayt darslari, u kishini o'zini yozgan darslari va u kishi, ya'ni gapirgan ma'ruzalari va u kishiga atalgan boshqalar yozgan narsalar, jumladan o'zim ham ya boshqa ma'ruzalar, videolar, xullas juda katta ma'lumotlar jamlangan saytim bor. Ya'ni bu kishi va uni tutgan yo'li, manhaji meni uchun ham umrimni manhaji bo'lgan, yo'li bo'lgan. Meni umrim shu yo'lda ado bo'lgan. Shuning uchun bu narsa bugun kun tartibiga kelib qolgan narsa emas men uchun. Bu narsa men uchun butun umr doimiy kun tartibida turgan masala. Illa 30 yilligi uchun nima qilsa bo'lar ekan, nima qilish mumkin degan fikr bir bo'lgan menda. Shu 30 yilligiga bag'ishlab bir narsalar qilish kerak degan tadbirda nimada yurganman. Dushanba darslarini ovozli kasetadan ovozli eshitib yozib chiqqanman. Ya'ni kuniga 10 soatlab o'tirib 1 soatlik darsni yozishga namozga 2 kun 3 kun o'tirasiz. Xullas kalom, Alloh tavfiq berdi. Shu darslar, shu kitoblar yozildi, kitob qilib bosildi, alhamdulillah tarqatilyapti va hokazo. Ya'ni bunday ishlar qilinishdan maqsad nima? Bu narsani men haq deb bilaman. Bu haq edi. O'zim boshida bir zamonlar zalolatda yurganman. O'sha haqni topganman. Shu kishi sabab
Shu haqni bugun boshqalar ham topsin, boshqalar ham bilsin, shu haqni o'rgansin degan ma'noda shu narsalarni qilyapmiz. Endi 30 yillikni masalasiga kelsak, bu masalada nimadir qilish maqsadim bor edi. Planim bor edi. Nima qilishni hali bilmasdim. Fikrim bor edi. Shuni men mana umraga borganda Mulla Salmon bilan uchrashganimizda u kishi menga kutilmaganda men unga Qoraakaning kitobidan Dushanba darsligidan u birinchi bosmada 4 tomlik chiqqan birinchi bosmamiz. Ikkinchi bosma 2 tomlik qilindi. Ya'ni jamlashdi. 4 tomlik kitobdan berdim. Shunda u aytdiki, uni taklifi shunday bo'ldi. Qoraaka haqida kino ishlash kerak. Bir film. Shunga dedi Obidkor Ozodlik, BBC shunaqalarni tanishlar bo'lsa, o'shalar ishlasa yaxshi bo'lardi. Men o'sha yerda ham aytdim. Kinoni ishlash masalasi ulardan kutsa to'g'ri emas. Ular kino ishlamaydi. Illo o'zlarini uchun manfaatli bo'lgan odamlar uchun ishlar balki. Ammo Qoraaka uchun kino ishlashni ulardan kutishimiz to'g'ri emas, lekin kinoni ishlash haqida o'ylab ko'rish kerak. Balki ularsiz mustaqil bir harakat qilib ko'rish mumkindir bu masalada deb shunaqa kino ustida gaplashdik biz. Keyin unga aytganman, shu yo'nalishda bir narsalar qilish kerak. Kino o'z yo'liga endi. Kinodan tashqari ham bir narsalar qilaylik degan fikrlar aytdik. Shu bilan xullas u xo'p deb qo'ydi-da, keyin ancha vaqt o'tib mana o'zim Facebookdan, mana Telegramda mening do'stlarim ko'p, hammasini jamlab bir kuni majlis qilib shu masalani qo'ydim o'rtaga. Bir narsa qilamizmi yo'qmi? Shu bilan boshlanib ketdi. Alhamdulillah, mana bir oydan oshdi. Shu yo'nalishda ishlar ketyapti. Ozmi ko'pmi bir narsalar qilindi, qilinyapti. Qilinyapti. Ya'ni bularni ham bir qisqa sharhlasangiz, chunki birodarlar bu videoni ko'rayotgan birodarimiz Muhammad Solih Obidov shu kishi deb aytyapti. Gap Abduval Qoraaka haqida ketyapti. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. O'sha qayta qurish, undan keyin oshkoralik, mustaqillik yillari, shularni eslayapmiz. Ro'ppa rosa 30 yil bo'ldi o'g'irlab ketganiga deyapmiz. O'g'irlab ketganiga, lekin u kishining faoliyati 35 yillik, balki 40 yillik, chunki hujra faoliyati ham bo'lgan, faoliyati ko'proq bo'lgan. Demak, uni nimaga meros deb qo'ydik? Muhammad Solih hozir buni ham tushuntirar. Meros milliy markazi dedik, chunki katta meros qilgan, o'zi meros katta gap. O'zi Qur'oni islomiy gap meros. Meros oyatlari ham bor. Endi u boshqa, ya'ni oiladagi ota-onadan bolalarga qoladigan meros, lekin olimlardan ilm qoladi meros. Shu ma'noda biz meros deganmiz. Nima ishlar, mana suhbatlarda ko'ryapsizlar. Bir suhbatlarimiz ham sizlarga ma'lumot berishim mumkin. Bir oydan o'tdi. 150 ming martagacha ko'rilgan 4-5 ta suhbat. Juda ko'p izohlar bor. 80-90% izohlar bor. Yaxshi izohlar. Muhammad Solih buni bilasiz. Yana aytganingiz kitoblar chiqarilgan, murojaatlar qabul qildik. Yana o'sha hali ham to'xtagani yo'q, o'sha bir videomi, bir filmmi qanday qilamiz degan bir namoyish fikrlari bor. Xullas, bu meros bir hozir guruh holida Meros milliy markazi, buning faoliyatiga ham to'xtaling endi. Xo'p. Avvalo Namoz aka, sizga va boshqa mana shu markazni hozir ishchi guruhi deymiz. Asosan boshqaruvda turgan ishchi guruhning hamma a'zolariga o'zimni tashakkurimni aytaman. Alloh taolo ajr mukofotlar bersin shu faoliyatlari uchun. Bu bir. Ikkinchidan, endi bu narsalar hali aytganingizdek biz oldindan hamma narsani hisob-kitobini olib boshlaganimiz yo'q. Shunday boshladik, alhamdulillah. Shu bilan mana shakllanish jarayonida ketyapmiz. Ishchi guruh a'zolari, ko'p odamlar qo'shildi, ko'p odamlar chiqib ketdi va jarayon ketyapti. Alloh tavfiq berganlar shu turibdi va bu nomni kelib chiqishi ham o'z-o'zidan
o'zi biz ishchi guruh deb boshlaganmiz, keyin bu bir nom qo'yilishligi zarurati bo'lib mana shu meros milliy markazi degan nom, xullas oxir oqibat shunday bo'ldi. Chunki biz allomani merosini xosatan hozir Abduvali Qorini merosini bizni xalqimizda ilmiy meros qoldirgan ulamolar ko'p. Ya'ni biz hozir mana shu yaqin tariximizda mana shu bizga ulkan meros tashlab ketgan Abduvali Qori Mirzayev merosini, o'shani o'rganish, elga tanitish, shu kishining taqdiriga odamlarning e'tiborini qaratish, hukumatning e'tiborini qaratish, mana shu maqsadda demak meros milliy markaz degani millat, biz millat sifatida o'zbeklarmiz. Biz boshqa xalqlarni, ya'ni islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmon millatlar ko'p. Lekin biz faqat o'zimizni millatimizning, o'zimizni tariximizdagi ulamolarning merosiga e'tibor qaratyapmiz. Ya'ni bu dunyoda boshqa, masalan, Somalida ham ulamolar o'tgan, ularning merosi bilan shug'ullanayotganimiz yo'q. Indoneziyada ham ulamolar o'tgan, boshqa arab diyorlarida hammasining tarixi bor, ulamolari bor, islomga xizmat qilgan kishilari bor, qoldirgan meroslari bor. Biz mana shu milliy, o'zimizning o'zbek, mana shu millatimizni, xalqimizni faqat faoliyatimiz shunga cheklangani uchun va merosga cheklangani uchun, ya'ni ilmiy merosga va mana shu millatning ulamolarini merosiga, o'shaning uchun mana shunday nom kelib chiqdi va shu nomni mana qabul qilindi majlislarda. Bizda qarorlar ko'pchilik ovoz bilan majlisda qabul qilinadi va shu asosda mana hozir tamg'asi, bu nimani markazni tamg'asi qabul qilindi. Bu narsalar endi shu shakllanish jarayoni deyishimiz mumkin. Va shu kecha kunduzda mana katta bir ishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh namoyishlarga tayyorgarlik ketyapti. Namoyishlarni asosiy ishimiz o'sha namoyishlarni chiroyli, yaxshi o'tkazib olish. Inshaalloh namoyishlarda ham mana shu Alloma Abduvali Qorini plakatlarini ko'tarib chiqib, u kishini hozir mana zakaz qilganmiz. Inshaalloh ularni nimasi bitib qoldi, plakat ishlarimiz. Va albatta u namoyishlarda bu jinoyatning asosiy aybdori bo'lgan Karimov va Inoyatovlarni ham suratlarini ko'tarib turamiz. Bular bu millatning xoinlari, bular bu millatga xosatan mana shu jinoyatga qo'l urgan xoinlardir. Buni o'zbek xalqi o'zi biladi, yaxshi biladi. Buni hozirgi hukumatimiz ham yaxshi biladi. Faqat bu yerda shu paytgacha turgan jimlik, buni Alloh yaxshi biladi. Yanada yaxshiroq biladi. Biz dunyodagilardan tashqari Rahmon taoloni adolatiga, qiyomat kuni bo'ladigan hisob kitobiga, adolatni haqiqatda ro'yobga chiqarishiga ishonamiz. Shak shubha yo'q namoz aka, qiyomat bo'ladi. Qul bala va robbi la tubasunna. Ayting, Robbimga qasam, albatta tirilasizlar deb ayting. Alloh buyuryapti rasuliga. Robbimga qasam deb ayting. Ya'ni shunchaki aytib qo'ymang, Alloh nomiga qasam ichib ayting. Tirilasizlar deb ayting. Biz ishonamiz, qayta tirilish bo'ladi. Inoyatov ham keladi, Karimov ham keladi. Hech kim hech qayerga ketmaydi. Alloh taolo o'zini haq hukmini qiladi. Ana shunda bu dunyodagi harakatlar bo'laveradi. Lekin asl haqiqiy adolat bu o'sha adolat kuni, qiyomat kuni bo'ladi. Biz shu kunni bo'lishiga ishonamiz, shak shubhamiz yo'q. Albatta ishonamiz. Muhammad Solih zotan islom dini
adolat, iymon dini, erkinlik dini, haqiqiy ma'noda erkinlik va adolat dinidir. Endi bu yerda hozir biz mana shu Meros milliy markazining o'zi milliy deganda ham ba'zilar shoshib qolmaysizlar. Arab tilida milliy deganda bizdagi millatdan ko'ra ham millata Ibrohim Hanifa, ya'ni arab tilida ko'proq dinga tarafga buriladi. Ibrohim alayhissalomning Hanif millati, ya'ni Hanif dini degan ma'noda. Shuning uchun men Turkiyada yurgan paytlarimda mana milliy ko'rish tashkiloti bor. So'raganman ularga borib. Assalomga buni o'zlari musulmon bo'lsalaring Erdo'g'onning harakati, Erdo'g'on domlamiz, Alloh rozi bo'lsin. O'zlari musulmon bo'lsalar nimaga buni milliy desak, yo'q, biz uni milliy boyagi natsional ma'noda emas. Biz uni millata Ibrohim Hanifa, Ibrohim alayhissalomning, ya'ni dinga urg'u berganda deganda shunday tushuningizlar. Ayniqsa yoshlar tushunmaydi, bular millatchimikin deb. Ayni paytda mana Muhammad Solih birodarimiz aytdi, biz o'zbek bo'lganligimiz uchun Alloh bizni o'zbek qilib yaratgan. O'zbek ulamolarining meroslarini, ilmiy meroslarini. Endi talablarimiz ham bor. Muhammad Solih murojaat demak e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyevga bir necha moddalik shu asosiy talablar nima? Inson huquqlari nuqtai nazaridan birinchi navbatda. Chunki bir inson o'z-o'zidan shunday yo'q bo'lib ketmasligi kerak. Men oldingi suhbatlarda ham aytdim boshqa birodarlar bilan, Qur'onda shu qumursqalar ham yo'q bo'lib ketmasligi kerak. Qumursqalarning tilidan ham aytilgan, ehtiyot bo'linglar. Sulaymon alayhissalom lashkarlari kelyapti, bosib o'tib ketmasin sizlar deb, hatto qumursqalarning joni ham anov qilinganda kun tartibiga keldi. Endi Abduvali aka bir inson, hatto olim, xalqning diniy, ma'rifiy, ilmiy jihatdan uyg'onishiga katta hissa qo'shgan. Qolgan Abduvali aka emas-ku. Yana 25 kishi. Mirziyoyev hukumatdan nimalarni talab qilyapmiz? Muhammad Solih nimalar deb javob berish kerak ular? Nima deb o'ylaysiz? Amoz aka, bir hadis bor. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, bir ayol bir mushuk tufayli do'zaxga kirdi dedilar. Oldingi o'tgan qavmlarning voqea hodisalari Alloh u kishiga bildirgan ba'zi g'ayb masalalarni u kishi gapirganlar. Bu ummat uchun kerakli masalalarni. Oldingi o'tgan ummatlardan bir ayol do'zaxga kirdi, bir mushuk tufayli dedilar. Boshqa narsa uchun emas. Nima qildi mushukni? Uni qamab qo'ydi bir uyga va uni o'zi ovqat suv bermadi yoki qo'yib yubormadi o'zini kunini ko'rishga. Va mushuk o'sha uyda ochdan o'ldi. Shu tufayli do'zaxga kirdi dedilar. Bu hadisni bizga aytilishi nima uchun? Bu ummatga aytilishi nima uchun? Yoki bir it tufayli bir fohisha ayol jannatga kirganligi. Ya'ni itni sug'orib bir issiqda quduqni yonida yotgan itni bir fohisha ayol bo'ladi. O'zi nima gunoh qilsa qilgan, endi Xudo biladi. Lekin itni ko'rib rahmi keladi-da. Keyin u etigida suv olib chiqib nimaga ichiradi? Itga. Odamga yaxshilik qildi degani emas, itga yaxshilik qildi. Bir qadri yo'q narsa-ku it, hayvon. Alloh uni fohishani, zinokorni gunohlarini kechirib jannatga kirgizganligini bizga hadislar, nima uchun bu hadislarda o'tgan ummatlarda bo'lgan bu narsalar? Alloh xabarini beryapti payg'ambariga. U bir kitobda yozilgan emas. Agar shu Alloh xabar bermasa bilmaymiz uni biz nima bo'lgan o zamonda. Shu payg'ambarga o'tmishdagi ummatlar xabari beriladi-da, bu ummatga ibrat bo'lish uchun. Shu bizga, sizga, menga, mana bu ummat qiyomatgacha, ya'ni bir mushukni tufayli bir ayol do'zaxga kirsa, bir it tufayli bir fohisha jannatga kirsa, nimani bilishimiz kerak? Nima bor bu yerda? U mushuk tufayli Alloh himoya qiladi mushukni degani. Bu mushukni egasi bor. Bu mushukni Allohning nazdida bir haqqi bor, qadri bor. Bu mushuk o'zidan o'zi yaralmagan, uni yaratuvchisi bor.
u yaratuvchi uni o'zini himoyasiga oladi. Unga zulm qildimi? Inson zulm qildi unga. İnson esa mukarram maxluq undan ko'ra. Valaqad karramna bani adama. Hayvondan ko'ra insonni mukarram qildi o'zi yaralishda. Lekin o'sha mukarram maxluqni jazoladi Alloh. Haligi pastroq maxluqni adolatsizlik qildi zulm qilgani uchun. Inshaalloh o'zi mo'min kishi bo'lsa, insonni o'zi umumiyatda o'zi aziz inson zoti bo'lib ham mo'min bo'lsa, u boshqa kofir insondan ko'ra ulug'roq, Alloh nazdida azizroq, oliyroq. U bo'lib ham ulamo, Allohning yo'liga odamlarni chaqiruvchi, da'vatchi bo'lsa, bu endi insonlar ichidagi, mo'minlar ichidagi yanada ulug' inson bo'ladi. Va mana shunday kishini o'ldirib yo'q qilgan odamga inshaalloh Allohning azobi muqarrar bo'lishi, jazosi muqarrar, azobi inshaalloh bo'lishi muqarrar. Bunga qator dalillar bor, va'dalar bor. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannama xolidan fiha. Ya'ni mo'minni bilib turib mo'minligini qatl qilsa, jazosi jahannamdir, abadiy qoladi degan oyatlar bor. Biz Abduvali qorini va sherigi Ramazon Matkarimovni, Ramazon Matkarimov ilmli odam emas, unaqa bir ulamo, olim hech kim emas. Bir ozmi ko'pmi endi Qur'onni o'qiydigan, lekin savdogar. U qorakaga bir yordam berib, mana Moskvaga kelib ketishda, u Moskvada uni savdo qiladigan odam bo'lgan. Moskvaga kelib ketishda sherik bo'lib borib kelish uchun chiqqan odam. Uni bir hech kim emas u. U qamalmas edi, yo'qolmas edi agar Abduvali qoriga sherik bo'lmagan. O'zicha ketsa birov unga tegmasdi. Uni yo'q qilinishi u guvoh edi. Katta jinoyatga guvoh edi-da u. Uni qo'yib yuborib bo'lmasdi. Abduvali qori bilan Ramazon akani aeroportdan ushlab olib kirib ketishadi, shu bilan u yo'q. Va Ramazon Matkarimov hozir bo'lganda u ham 75 ga kirardi 50-yilda. Endi nima deymiz? Bularni hammasini vallohu alam Karimov hukumati o'g'irlab yo'q qildi. Jinoyat ekanligini ular bilar edi. Jinoyatni yashirish uchun imkon qadar izini ham yo'q qildi va soxta o'zicha yana hukumatni o'zi bularni qidiruvga berib qo'ydi. Soxta qidiruvga. Qidirilyapti, jinoyatchi izlayapmiz u deb. O'zlari biladi uni. Nima bo'lgan, nima qo'ygan. Yolg'ondan qidiruvga beryapti. Ya'ni bu bilan hukumat o'zini go'yoki o'g'irlamaganmiz biz, bilmaymiz biz deyapti. Lekin Alloh biladi-ku. O'zi biz ham bilamiz uni. Bunda aytganda biz dalil isbotimiz yo'q, lekin biz aniq bilamiz hukumat o'g'irlaganligini. Ammo Alloh biladi-ku. Mushukni qatl qilgan uchun ayol jahannam o'tini bo'lsa, bunday tavhid olimini qatl qilganlar kim bo'ladi? Qayerga boradi bular? Qon qusib o'ldi-ku. Aroqni ichib qon qusib o'ldi-ku. Bu qayerga boradi qon qusib o'lgan haromi? Shu o'zi bir ma'lum bir ko'rinib turibdi-ku. To'g'ri aytasiz, ya'ni Karimov rejimining jinoyati ekanligida shubha yo'q. Rustam Niyatov MXX rahbari bo'lgan, Milliy xavfsizlik xizmati, va juda bir fojiali tarafi MXX haqida qonun bo'lmagan, ya'ni bir nomi davlat bo'lgan, nomi hukumat bo'lgan, lekin uning MXX degan xalqni jazolantiradigan, bunday aytganda bir terror tashkiloti bor. Qonun bo'lmaganda. Tushunyapsizmi? Qonundan tashqari tashkilot
bir odam sal qonunni buzsa, unga qancha jazo bor? Bu umuman qonundan tashqari tashkilot. Bunda qonun yo'q bunga. Endi buni haqida ko'p gapirganmiz, yana gapiramiz. Ammo Mirziyoyev hukumatidan nimani talab qilyapmiz? Mana shu voqea munosabati bilan 30 yil bo'lyapti Abduvali qori aka she'riga eslayotgan va boshqa deylik, mana 25 kishi dedik, yo'q qilib yuborilgan. Nima talab qilinyapti Mirziyoyev hukumatidan? Men sizga shu ro'yxatni o'qib beray. Men hozir kelaman. Birinchisi, Abdulloh O'tayev 1948-yil 17-yanvarda Surxondaryo viloyat Denov tumani Sho'rchi qishlog'ida tug'ilgan. 1992-yil 15-dekabr kuni o'g'irlab yo'q qilingan. Ikkinchi, Abduvali qori Mirzayev 1950-yil 11-aprelda Andijonda tug'ilgan. 95-yil 29-avgust kuni o'g'irlab yo'q qilingan. Uchinchi, Matkarimov Ramazon Abduxoliqovich 1959-yil 20-mart kuni Andijonda tug'ilgan. Abduvali qoriga hamrohlik qilgan va 1995-yil 29-avgust kuni o'g'irlab yo'q qilingan. Men ro'yxat o'qiyapman, o'g'irlab yo'q qilinganlar. Husniddin Nazarov, Obidqori Nazarovning o'g'li 76-yil 8-iyulda Namanganda tug'ilgan. 2004-yil 16-may kuni o'g'irlab yo'q qilingan. Yunusov Oqiljon Azizjonovich 71-yil 6-noyabrda tug'ilgan. 2004-yil 28-may kuni o'g'irlab yo'q qilingan. Farruh Haydarovich Akmalovich Haydarov 72-yil Toshkentda tug'ilgan. Madinada ta'lim olgan. 2004-yil 24-iyunida o'g'irlab yo'q qilingan. Hikmat Yusupov 74-yil tug'ilgan. Xo'p, Farruh Haydarov bilan do'st bo'lgan va o'sha kuni u ham uydan chiqib ketgancha izsiz g'oyib bo'lgan. 8-chi, Xolmurodov Muhammadkul 55-yil tug'ilgan. 99-yilda o'g'irlangan, yo'q qilingan. Rahmonov Sodiqjon Sodiq qori Qirg'izistonning O'zgan shahrida tug'ilgan. 62-yil 2003-yil sentyabr oyida o'zbek MXQlari tomonidan o'g'irlab ketib yo'q qilingan. Qirg'izistonga borib qirg'izistonlik imomni o'g'irlab O'zbekistonga yo'q qilingan. Rahimov Abdurasul Abdurashidovich 72-yil tug'ilgan. 2004-yil 14-iyulda o'g'irlangan. Usmonxo'jayev Ravshan Sultonovich 75-yil tug'ilgan va 2004-yil 14-iyul kuni o'g'irlangan. Biz bularni har birini yaqinlari bilan, qarindoshlari bilan, tanishlari bilan gaplashib topgan ma'lumotlarimiz. Buni ustida ishlaganmiz 3 oy. U bir 5-6 yil oldin. Sadullayev Dilmurod To'xtamurodovich Toshkent shahar Olmazor tumani Oxunboboyev mavzusida tug'ilgan, shu yerda yashagan. 2004-yil o'g'irlangan. Suhbatullayev Husan Abdurasulovich 80-yil tug'ilgan. Toshkent tumani Abdurahmonov shirkat xo'jaligida yashagan. 6-uyda. Taxminan 2004-yil yozda o'g'irlangan. Shamsiddin To'xtayev 61-yilda Buxoroda tug'ilgan. 2004-yil 11-avgustda o'g'irlangan. Luqmonxon Yusupov mana Samarqandlik eshonlardan 62-yil Surxondaryo Denov tumanida tug'ilgan. 2003-yil noyabrda o'g'irlab yo'q qilingan. Mana shu Luqmonni anavi MXQning bir polkovniki bor-ku, Surxondaryoda polkovnik bo'lgan bir badbaxt Mirziyoyev uni qamab qo'yibdi, hozir qamoqda u. Nodir To'raqulov davrida o'g'irlanib yo'q qilingan. Mana shu Luqmonni otib tashlagan yana bir ikkita odamlar bo'lgan. Bir
bir odamni qizi bilan qo'shib otib tashlab, ko'mib tashlab yuborganliklarini odamlarni so'zi endi biz dalil isbotimiz yo'q, lekin o'sha odamni juda katta jinoyatlar qilganligi taxmin qilinadi. Va mana bu eshonni ham bu boyvachcha bo'lgan, pulini olmoqchi bo'lgan, bermagan, nima qilgan, otib tashlaganmi? Yo'q mana bu kishi. Qosimbekov Kamoliddin 99-yil 5-avgustda yo'q bo'lgan. Bahodir Hasanov Chirchiqlik. Xo'p, xullas mana bu kishi ham o'sha zamonlar yo'qolgan. Abdulla Ahmedov 48-yil Andijonda tug'ilgan. 96-yil g'oyib bo'lgan. Alisher degan qibraylik 78-yilda tug'ilgan va taxminan yozilganiga qaraganda 2000-yil sentyabr oylarida ichki ishlar xodimlari tomonidan urib o'ldirilgan tergovda va keyinchalik qidiruvga berilgan. Yo'q, topolmayapmiz deb. Ya'ni o'zlari o'ldirib qamab qo'yib. Ne'matulloh Parpiyev 62-yil tug'ilgan. Bu Qorakani masjididagi bir xizmatchi bo'lgan. Sayfiddin Mo'minov bu Hizb-ut Tahrir vakili bo'lgan, 2001-yilda o'g'irlab haligacha dom-daraksiz. Sherzod Malikov demak Hizb-ut Tahrir bo'lgan, 2001-yilda o'g'irlab yo'q qilingan. Va Mahmudjon degan yigit ham 68-yil tug'ilgan, 2004-yil o'g'irlangan. Endi familiyasi yo'q ba'zilarini, shuning uchun xo'p. Mana shu kishilar demak ro'yxatda. Bularning ba'zilarining surati bor, ba'zilarining surati yo'q. Bularni o'g'irlanib yo'q qilinishi, men o'zim bu masalada shunday xulosaga kelganmanki, bu o'g'irlashliklar 3 xil ko'rinishda bo'lgan. Birinchi o'g'irlash shaxsan Karimovning buyrug'i bilan Inoyatovni hukumatni maxsus amaliyoti natijasida o'g'irlangan kishilar. Bu Abdulla Otayev, bu Abduvali Qori Mirzayev va sherigi Ramazon Matkarimovlar mana shunaqa Karimovning shaxsan buyrug'i bilan qilingan ishlar jumlasidan deb hisoblayman. Ikkinchi toifa mana bu MXX generallari yoki ichki ishlar vazirliklarining ba'zi bir mulozimlari, MXX generallari ham o'zlaricha uncha mashhur bo'lmagan, lekin o'zlari uchun bir ularni nazdida zararli yoki bo'lmasa ularni nazdida shu ularga bir shunday demoqchimanki, bo'ysunmagan, itoat qilmagan, ularni yo'lida yurmagan, aytganini qilmagan yoki ularni jig'iga tekkan, ularni stress bo'lishiga, nervoz bo'lishiga sabab bo'lgan odamlarni MXX generallari ham o'g'irlab yo'q qilgan. Buni Karimov xabari ham bo'lmasligi mumkin. Bu MXX generallarini o'zlarini ichidagi bo'lgan narsa. Ular uncha odamni yo'q qilib, o'sha generallar musulmonlarni yomon ko'rgandek, dinni ham yomon ko'rgan. Shuning uchun yo'q qilib yuborgan o'sha faollarni, imomlarni. Shunday emasmi? O'shalarni o'rnida yo'q qilinganlar bor. Ana u Nodir To'raqulovga o'xshagan badnafslar pul uchun o'zida katta viloyat bor, katta nima bor, nima deydi? O'sha paytda ularda hokimlar ham ulardan qo'rqqan. Surxondaryoning hokimidan ham kattaroq bo'lganda u masalan MXXni nimasi, o'sha paytdagi MXX bo'limini boshlig'i. Nima qilsa qilgan, puldorlarni chaqirib, go'magat qilib, pulini olib, xullas qilmasa, bo'ysunmasa, qonun u bu demoqchi bo'lsa, o'ldirib tashlab, ko'mib yuborib. Uchinchi toifa mana bu o'zlari tasodifan o'ldirib qo'yib, tergovda o'ldirib qo'yadi-da, ko'chadan ushlab olib kelib tergov qilamiz deb urib o'ldirib qo'yadi-da, endi problema bo'ladi-da. Keyin shuni indamasdan bir joyga ko'mib tashlab,
voy topolmadik, yo'q deb haligi yozib qo'yib afishaga yo'qolibdi, kimdir yo'q. Xullas kalom, hukumatning zakazi bilan o'g'irlangan yuqori toifalar bor. Endi ya'ni Abdulla O'tayev bilan Abduvali Qorim Mirzayev mana shunday deb o'ylayman. Mana bu MXX generallari, ichki ishlar, bular hammasi haddidan oshgan, hammasi o'zi bilganicha nima qilsa qilgan edi odamlarni. Karimov davrida shunday bo'ldi. Va hozir ham hali bular insofga kelib yaxshi odamga aylanmadi. Hozir prezident Mirziyoyev qo'lida imkon bor, saltanat bor. O'sha paytda nima bo'lganligini ochiqlash, tekshirish imkoni bor. Biz shuni talab qilyapmiz. Jinoyatni yashirmang, janob prezident. Jinoyatni yashirmoqlik jinoyatdir. Biz buni bilaylik. O'sha paytda nima bo'lgan, nima qo'ygan, kim nima qilgan bilaylik. 95-yil may oyida mana bu polkovnik Rustam Inoyatovga general unvonini berdi Karimovda, olib kelib MXXni boshlig'i qilib qo'ydi. Va iyun, iyul, avgust 3 oy yangi boshliq 3 oydan keyin o'zini xizmatini ko'rsatdi. Undan oldingi haligi o'ris o'g'irlab unaqangi unchalikgacha borishga jur'at qilmagan u oldingi MXXni oldingisi KGBni, o paytlar KGBmidi, nima edi uni nomi? Nomlari ham keyin o'zgarib, keyin nima bo'ldi-ku bu DXX. Xullas kalom, biz aytamiz, bu o'g'irlanganlar haqiqatda bularning ota-onalari bor, aka-ukalari bor, qarindosh-urug'lari bor. O'sha mana Ramazon akani ayasi Mamlakatxon aya 80 yoshigacha o'g'lini kutib o'lib ketdi. Abduvali Qorini mana qizlari bor, nevaralari bor. Yana boshqalarini ham bor kimlaridir. Janob prezident, biz shuni aytamiz. O'g'lingiz bor, qizingiz bor. Shular o'g'irlanib yo'q bo'lsa-yu, siz shuni o'zingizga ravo ko'rasizmi? 20 yil kutishni, 30 yil kutishni, nima bo'ldi bilmay, o'g'lingizni topolmay. Obid Qorini o'g'li yo'q qilindi. Obid Qorini o'zi ham otib ketildi. Lekin o'g'li yo'q o'g'li. Ular bilmaydi, o'likmi, tirikmi. Shularni men aytamanki, janob prezident Mirziyoyev, shuni o'zingizga ravo ko'rasizmi? Qizlaringizni, mana ikkita qizingizni, o'g'lingizni yo'q bo'lsa-yu, siz chidab o'tira olasizmi? 10 kun, mayli 30 yil demaylik, 10 kun o'tira olasizmi? 3 kun. Yoki siz yo'q bo'lib, bola chaqangiz sizni izlab topolmay o'tiradimi? 30 yil, 20 yil, 15 yil. Avval o'zingga ur, tig'ni og'rimasa birovga deydi-ku o'zbek xalqi. Biz aytamiz, insof qilinglar. Bu kishilar endi nima bo'lgan bilmaymiz, tirikmi yo'qmi bilmaymiz. O'tib ketgan bo'lsa ham shu o'tib ketganligini xabarini bering. Shu oilalariga bildiring. Ayting, shunday bo'lgan, o'sha zamonda shunday qilingan, shu o'tib ketdi deb ayting. Qabrini ko'rsating, jasadini bering. O'sha Abduvali Qorini albatta ular endi mabodo ular o'ldirgan bo'lsa, jasadini yuvib, kafanlab, izzat ikrom bilan janoza o'qib ko'mmaydi bular. Bular nimalar qiladi Xudo biladi. Lekin biz bilamiz, jasadini izzat qilib ko'milgan Karimovni bu qilingan izzat uni jahannam azobidan qutqara olmaydi. Unga o'qilgan janoza namozi uni do'zax azobidan, qabr azobidan qutqara olmaydi. Jasadi qiyma qilib tashalgan, kuydirilgan, yo'q qilingan bo'lsa ham bir tavhid egasi uni bundan unga zarar
yo'q. U qabrda ham Allohning rahmatida, ne'matida bo'ladi, qiyomat kuni qayta tirilib chiqqanda ham, qiyomat kunida ham Allohning rahmatida, jannatida bo'ladi. Uni jasadini yuvilgani, yuvilmagani, kafan o'ralgan, o'ralmagani, janoza o'qilgan, o'qilmaganidan amali solih bilan o'tgan kishiga bundan zarar yo'q. Bu janozani o'qish o'zi tiriklar uchun. Ular uchun, ular zimmasida farz. U ham bo'lsa shu o'likka mag'firat so'rab duo qilib evaziga savob olishi uchun. Agar u o'lik o'zi ahli shahid bo'lsa, bilasizmi, shahidlarga janoza o'qilmaydi. Ya'ni shahidlarga mag'firat qilingan odamlar. Hatto yuvilmaydi. Maydonda shahid bo'lganlar bor-ku. Shu qoni bilan, kiyimi bilan ko'miladi. Yuvilmaydi, lekin janoza namozi o'qilsa kerak, men o'qiladi deb bilaman. Bilmadim, yana siz yaxshiroq bilasiz. Yo'q. Uni ham fuqaholar ixtilof qilgan. Maydonda o'lganlar o'qilmaydi, lekin olib chiqib jangdan tashqariga olib chiqib, ozgina davolab, dori-pori qo'yib keyin o'lsa, unda o'qiladi. Bu tarafda o'qiladi degan. Ya'ni salpal baqash kelib gapirib, ozgina bir kun yashab o'lsa. Xullas, biz nima demoqchimiz? Biz bularni Mirziyoyevga murojaatim. Bu shahidlarni inshaalloh agar shahid bo'lsalar, ular yutdilar, ular yutkizmadi. Ularga zulm qilgan zolim Karimov albatta yutkizdi, xor bo'ldi va zurriyoti ham ila yawmiddin inshaalloh xor bo'ladi. Ammo bugun sizni masala kun tartibida turibdi, janob prezident. Bugun sizda saylov bor, imkon bor, saylash. Bugun sizni masala hal bo'lishi kerak. Yo siz shu zolimlar bilan birga bo'lib, shular bilan badnom bo'lish, yo haq tarafda o'tish. Bular baribir yutkizmadi. Biz ishonamiz aniq inshaalloh. Abduvali qorilar, bular qiyomat kuni ko'ramiz mana. Inshaalloh qiyomatda Karimov ham keladi, Abduvali qori ham keladi. Alloh o'zi qozi bo'ladi. O'sha yerda ko'rasiz, hamma ko'radi. Bugun hozir biz mana shunga ishonadigan kishilar uchun bu muammo emas. Ammo ishonmagan, hali ham bo'lsa ateistlar bo'ladimi, qalbida shubhasi borlar bo'ladimi? Mana bundaylar uchun bu narsalar ertak bo'lishi mumkin, biz uchun bu narsalar haq. Haqiqat biz uchun haqiqat. Muhammad Solih, 1 soatga yaqinlashdi suhbatimiz. Siz bilan bu mavzuda qator turkum suhbatlar qilishga kelishganmiz. Hali diniy masalalar bor, siyosiy masalalar bor, inson huquqlari masalalari bor. Ilmiy merosning o'zining ahamiyati masalalari bor. Yoshlarga murojaatlar bor, juda ko'p masalalar bor. Faqat sizga aytayotgan gapning ma'nosini men qisqa takrorlasam, yoshlar uchun bu videoni. Qachon shu firavnlarning izzatlar, diktatorlar o'tgan bo'lsa, ular o'tgandan keyin haqiqat o'rtaga chiqqan. Haqiqatni Alloh subhanahu va taolo yashirinib, ko'milib ketishiga Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmagan hech qachon. Har doim haqiqat o'rtaga chiqqan. Hatto shunday Stalinday tiran deyilgan qotil, shunaqa vahshiy o'ldi. O'lgandan 2-3-4 yil o'tib katta bir majlis qilib, uning o'rniga kelgan Xurushev degan odam hammasini aytib tashladi. Fosh qilib tashladi hammani. Qanday qatlomlar qilingan, qanday jinoyatlar qilingan. Hozir endi men gapning boshida aytdim, Mirziyoyev u paytda hukumatda bo'lgan emas, vazir ham bo'lgan emas, DXX raisi ham bo'lgan emas, bir tuman hokimi bo'lgan shaharda. U siz aytgan jinoyatlarda, o'sha 95-yilgi jinoyatda qatnashmagan bo'lishi mumkin. Hozirgi talab u kishi qilsin o'sha Xurushevning ishini. Katta bir nutq so'zlasin, siyosiy baho bersin Karimov diktaturasiga, jinoyatlarni ochib tashlasin, iqtisodiy jinoyatlarni ochib tashlasin. Bu xalq musulmon. Biz istaymizmi, yo'qmi? O'zbekiston xalqi 40 millionga yaqinlashyapti. Musulmon bo'lgan tarixda ham, hozir ham musulmon, kelajakda ham musulmon bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin mana Mirziyoyev kechiryapti, endi o'zichada oqlayapti. Abdulla Qodiriylar qayta oqlandi.
Bu yog'i yana qoralanyapti. Bu tushunib ham bo'lmaydi hozirgi davrda. Mirziyoyevning josuslari Abdulla Qodiriyni qoraladi yani. Lekin qo'rboshilar oqlandi. Qo'rboshi, bosmachi deb o'rislar nom bergan. Mirziyoyev ham shu vaqtda bir aytsa bo'ladi-ku, zulm bo'ldi. Abduvali Qori va boshqalar yo'q qilib yuborildi. Xalqimizdan uzr so'raymiz, bularning oilasidan uzr so'raymiz. Shu suhbatimizni hozir yakunlab bersangiz, undan keyingi suhbatlarda yana davom etamiz, marhamat. Men bizni eshitayotgan hamma xalqimizdan, xolis kishilardan iltimosan talabim shuki, mana sizlar mana shu 4 oylik tadbirni boshlanishidan beri mana YouTube'da bizni kuzatyapsizlar, Facebook'da, boshqa joylarda kuzatyapsizlar va turli xil yaxshi so'zlar yozilyapti. Ba'zi trollar kirib haqoratlar ham qilyapti. Endi ular mayli. Ular o'zi bo'laveradi, har kim o'ziga yarasha nasibasini olib ketadi dunyodan. Demak, yaxshi odamlarga aytmoqchimanki, mana shu bizni tadbirlarimizni qo'llab-quvvatlang, qatnashing. Mana biz hozir musobaqa o'tkazishlikka demak e'lon berganmiz. Bu musobaqa sharti shuki, Abduvali Qorining darsligini, dushanba darsini, 75 ta darsni boshdan oyoq eshitib chiqish. Ya'ni oldin eshitganman, bo'ldi degan gap bo'lmaydi. Biz oldin hammamiz eshitganmiz. Musobaqa sharti shuki, boshdan oyoq bir qator eshitib chiqish. O'shaning ichida agar o'zlaring tushunmagan bironta joyi bo'lsa, savol qilib bizga beringlar. Savolga javob beramiz. Va o'sha 75 ta dars ichidan sizlarga musobaqada savollar beriladi. Mana shu savol-javobda ishtirok etsanglar, o'sha to'g'ri javob bera olsanglar, demak sizlarga dushanba darsi kitob sifatida hadya qilinadi. Shuni sizlardan demak iltimos qilib, talab qilib qolamiz. Musobaqalarda qatnashishligingizni va mana shu demak dushanba darslari kitobini YouTube hadya sifatida olishlaringiz. Shunga harakat qilinglar. Bu sizlar qilishingiz mumkin bo'lgan eng past, eng oxirgi ish. Undan boshqa narsalar ko'p biz qilishimiz kerak bo'lgan, lekin uni sizlardan talab qila olmaymiz. Sizlar bizga bu boshqa ko'p katta ishlarda balki yordam bera olmaysizlar. Lekin sizlar mana shu musobaqaga qatnashishlik bilan bizni tadbirimizda ishtirokchisiga aylanasiz, bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz, hadya kitob olasiz va demak inshaalloh umid qilamiz Allohdan bular uchun ajr ham olasiz. Shu namoz aka meni taklif tilagim, odamlar shu musobaqaga ko'proq qatnashishini istab qolamiz. Alloh rozi bo'lsin. Demak, bu musobaqalar Facebook tarmog'ida o'tkaziladi. Telegramda ham Meros milliy markazi deb bu yerda markaz ochganmiz. Shu videoning tagiga Telegram, Facebook manzillarimiz qo'yiladi. Muhammad Solih birodarimizning Facebookda ham, Telegramda ham manzillar aloqa bor, aloqa qilishlaringiz mumkin. Men bilan Namozlar Mo'min Instagramdan demak aloqa qilishlaringiz mumkin. Bu suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbat uchun sizga tashakkur etamiz. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum salom va rahmatullohi va barakatuh.